Bugun bizda noodatiy video. Bugungi mehmonlarimiz videomizda Aorus 5070 Ti, Exotic 5070 Ti. Assalomu alaykum, sizlar bilan Shahzod Shodiyev va bugun biz ikkita video kartani raspakovka qilamiz. Bir xil video karta 5070 Ti, ikkalasi 16 GB li, lekin brendlar har xil. Narxda $165 farq. Kelinglar, ichlarini ochib, nimada farqi bor, shu pulni переплачивать qilish kerakmi, yo'qmi? Ketdi, boshladik. Taran. Birinchi bizni Exotic 5070 Ti yashintiramiz. Ichida nima borligini sizlar bilan bitta ko'ringlar-chi. Bizning montajyorimiz, Siri, sborщикimiz, Siri, video redaktorimiz bizga pichoq yuborsa, men ochib tashirdim. Birinchi yashintiradiganimiz Exotic yashintiramiz. Boshladik. Ichida nima borligini sizlar bilan ko'ramiz. Oba. Korobkasi ancha kichkinaroq. Aorusga qaraganda sekin qo'yib qo'yamiz, neki buni sotish kerak ekan. Esi skidka qilib beramiz. Wow, hech narsa yo'q. Tak, korobkani ochganimizda bizda manaqa dokumentatsiya kutadi. Dальше ochamiz. Kabelchalari. Yo'q, bu video karta ushlash uchun stoyka, neki realniy video karta. Og'ir, 3 ta kullerli, mana chiroyli qo'y, ko'rsanglar bo'ladi. Dальше kabel. Video kartani o'zini ochamiz ham bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Video kartani o'zini ochamiz. Nima bu? Plombasi ham yo'q ekan. Qizu. Video kartani o'zini ochdik, takoy stilniy dizaynda qilingan. 3 ta kullerlik, 2 ta DisplayPort va bitta HDMI kodi bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Takoy chiroyli qilingan. Kelinglar endi 5070 Ti Aorusdan ochamiz. Chiqib ketaverar ekanda buni. Tak, 2 ta Y kabel chiqibdi. Aytmanman, uzr. 3 ta kullerlik video kartamiz. Охлаждениесі нормально takoy. Lekin men aytib qarayman, kabel chiqib turishini strashniy bor. Shuni sizga yoqmaydi demanga. Tak, endi buni akasi, brati, paxan desa ham bo'ladi. 5070 Ti. Oy, kattaligini qaranglar. Korobkalar ancha farq qiladi. Hop, men sizga ko'rsataman. Qaraysan, ko'rasizlar farqini mana. Qanchalik Aorus bizda katta. Давайте, ichida bor ekan. Nimaga biz lishniy pul to'lashimiz kerak bu bratishkaga? Zo'rligini. Sekin olib qo'yamiz. Ochilish kerak. Tak, ichida dokumentatsiyasi. Buni ko'ringlar. Menimcha o'ta nakleyka bo'ladi. Nakleykalar bo'lar ekan. Rahmat senga gigabayt. Mana chiroyli nakleykalar. Garantiya, lekin bu garantiya O'zbekiston ichidan o'tmaydi. Bizda 1 yil garantiya. Assalomu alaykum, rahmat. Tak, endi sekin olib qo'yamiz ichiga video kartani. Bu yerda уже boshqa istoriyamiz. Bu video kartani qo'yish uchun 2 xil stoykachamiz. Buni o'zimiz yig'ib olishimiz kerak ekan. Rahmat, mana. Rahmat kattakon. Boshqa ishimiz yo'q, yig'ib olamiz, конечно. Bu yerda 3 ta Y kabelchamiz. Ochib ko'rsating mana. Mana 3 tali уже kabel chiqyapti. Tak, keyin bu stoykani mana продолженияsi. Boltiklarimiz chiqdi. Va nakleychka plastmassavый. Mana shu deb biz $1250 to'laymiz. Shu deb $165 ko'p to'laymiz. Video kartani qaranglar. Voy, ololmayman, og'ir. Raspakovkani boshlaymiz. Ayt. Watch. Что ты воин deydi-yu? Ko'rasan razницani. Yo'q, ekranchika bor ekan. 3 ta kullerli, juda katta. Neki bu OS Edition. Razgon qilsa bo'ladi. Bitta juda og'ir, realni qo'lda ko'tarish og'ir bo'lyapti, qiyin bo'lyapti. Ana cherib chiqadi. Farqini qaranglar. Menimcha stoyt просто bu logistikasi menimcha уже qimmatroq bo'ladi. O'zbekistonga yetib kelish. Eslatib turman, logistika O'zbekistonga qimmat, neki Damore ikkita davlatdan. Так что juda qimmat.
Tak, pitaniyaga kelsak, nimaga bunda 3 talik, bunda 2 talik chiqdi? Neki bu buni chistotasi Nirazog'ning 2450 beradi. Aorus Elite уже 2670. Shunga yarasha охлаждение, то есть sovutgich ham yaxshiroq bo'lishi kerak. Shunga o'sha pletlarni ko'ryapsiz, radiator ko'ryapsizlar farqini. Qanchalik radiatorlar katta. Bu yerda bizada mana tonki radiator, где-то 1 sm ham chiqmaydi. Bu yerda уже целый 1,5 и kulerlari ancha kattaroq. Plus display, menimcha o'sha display va RGB yonishlari ancha chiroyliroq. То есть baribir qimmatroq sborka yotganingizdan keyin 5070 Ti kimlar o'zi qo'yishadi. 5070 Ti faqat shu montaj va shunga o'xshagan ishlarga, o'yinga уже 5070 superlar ham hali chiqmagan bo'lsa ham 5070 ham yetib ortyapti. Ishga va sun'iy intellekt bilan ishlashga montajda 5070 Ti bu ideal решение. Shunga yarasha охлаждение, shunga yarasha chistotalar farqi bo'ladi va $165 shu raznisaga to'layapsizlar. Endi ko'ramiz kompyuterda butun sborkada qanaqa turadi bu video kartalar. O'zingizlar обязательно kommentariy yozinglar. Stoyitmi ko'proq to'lash yoki yo'qmi? Mana obzorimiz ham, unboxingimiz ham tugadi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa buni testlari, to есть o'yinda, Signbench'da montajladi, обязательно kommentariy yozib qo'ying. Har shanba kech payt, stream payti biz chat bilan birga hamma kommentariyni birga o'qiymiz va iltimos, kommentariy yozayotgan ChatGPT kamroq ishlatsanglar, o'zingizlarning kalanglardan nima bo'layotganini biz tushunardik. Так что подписка va like xayr.